Alloh taolo keltiradi. Rum surasi 21-oyat. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. Alloh taoloning ulug'ligini, buyukligini alomatlaridan bittasi dedi Alloh. O'zini qanaqa ulug' zot ekanligini ta'rif qilib turib, tasnif qilib turib aytadiki, Alloh taolo juft halollaringizni o'zingizdan, qattimizdan chap qovurg'a, o'zingizni ichingizdan olib chiqib qo'yganligidir deydi. Ha, odam alayhissalomni Alloh taolo alohida yaratdi. Mana bu odamimizni ham alohida yaratishga qodir edi. Nima uchun ichimizdan olib chiqyapti? Qaysi nuqtadan olib chiqyapti? Qalbga, yurakka eng yaqin nuqtadan olib chiqyapti. O'ng tomondan olib chiqsa ham unaqa bo'lmas edi. Alloh taoloning hikmatini qarang, Alloh taoloning buyukligini qarang deb Alloh o'zi aytayapti. E'tibor qaratishimizni. Nima uchun shu ishni qildim deb Alloh o'zi savol beryapti va javob beryapti. Sokinlik topmoqliklaring uchun shu ishni qildim deyapti. Kim? Hurmatli yoshlar, hurmatli kattalar, yaxshilab eshitinglar. Eng nima joyiga chiqdiki, e'tiqod masalasiga chiqdiki, mana shuni yaxshi bilaylik. Kim Alloh bergan taqdirga rozi bo'lsa, oyati davomida Alloh aytadiki, va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma. O'rtalariga dedi Alloh taolo muhabbatni va rahmatni solib qo'yaman deyapti. So'zimizni boshiga qaytamiz. Shu qizni Alloh menga bekorga ro'para qilmagandir, bekorga nikohlanmagandirman deb shunga rozi bo'lib, shu bilan kelishib yashab ko'raychi degan yigitga Alloh taolo muhabbat solib qo'yar ekan. Shu insonni, shu yigitning xizmatini qilsam Alloh mendan rozi bo'ladi degan qizni qalbiga unga bo'lgan nisbatan mehr, muhabbatni solib qo'yar ekan. Va rahmatni Alloh alohida keltiryapti. Mavaddatan va rahmat bu bir-biriga rahm shafqatlik, bir-biriga hurmatli qilib qo'yar ekan. Mehr, muhabbatsiz oila bo'lishi mumkin. Ja bir-birini yaxshi ko'rmasa ham, ammo hurmatsiz oila bo'lmaydi. Demak, oila qurayotgan so'zimizni boshroqda aytgan gapimiz, maqsad nima desa, mana shu ikkita narsa. Uylanayotgan yigit oldiga maqsad qo'yib olsin. Sevishim kerak, hurmat qilishim kerak degan maqsadni qo'ysa, o'ziga shu javob qaytadi. Assalomu alaykumga va alaykum assalom javob qaytadi. Xuddi shu narsani qizimizni kuzatayotgan ota-onalarimiz 5 minut, qizim, borgan joyingda tinib tinchishing uchun, o'sha yerdan menga rahmat kelish uchun u xonadonni sevgin. Bitta kuyovda o'zini emas, butun oilani mehri bergin. Mehring bergan sari kamayib qolmaydi, ko'payib ketadi. Mehr bu buloqdir. Qarangda, mehr haqida ozgina tushuncha beraman. Bir odam oshpaz 30 yildan beri oshqalada shirin chiqaradi. Nimaga o'zimiz qilmaymiz to'yda oshini? O'sha mashhurini oqtaramiz, qo'li shirinni oqtaramiz. O'sha odamni oldida 2 minut gaplashib turingda, mehrini daryoligini ko'rasiz. U bitta ovqatga bergan mehrida shuncha. Odamzotda-chi mehrin cheki yo'q. Uyini yaxshi ko'radi, ota-onasini yaxshi ko'radi, do'stlarini yaxshi ko'radi, yaxshi ko'rgan kiyimi bor, yaxshi ko'rgan mashinasi bor, yaxshi ko'rgan telefoni bor, yaxshi ko'rgan tuflisi bor. Cheki yo'q xullas. Mehr, muhabbatni cheki yo'qdir. Alloh taolo rahmatni alohida ifoda qilib, alohida gapirganning ma'nosi o'rtasiga bir-biriga mehr, muhabbatli qilib qo'ygandan keyin rahm, shafqatli qilib qo'yar ekan. Hurmatli qilib qo'yar ekan. Mehrni boshlanishi ham o'zi hurmatdan bo'ladi. Bir-birini sizlaydi, bir-biriga shirin gapira boshlaydi, hurmat qila boshlaydi, ana endi sevdirib qo'yadi. Demak, mana shu tushuncha kuyovni va kelinni mana bu yerda joylashsa, Alloh taolo hayoti davomida farzandni ham beradi, davlatni ham beradi. Nimani Allohdan so'rasam, mashina so'raydimi, uy so'raydimi, nimani so'rasa Alloh beradi. Qo'limizdan keladigan ishga maqsad qo'yaylik-da. Ana unda bizdan Alloh taolo bizni so'raganimizdan ziyodasini beradi. Shu ishni qilsak kim rozi bo'ladi? Alloh rozi bo'ladi. Qaytaraman. Alloh berganini yaxshi ko'rish, Alloh berganini hurmat qilish Robbimizni xursand qiladi. Endi bugun yoshlarimizni ichiga bitta yana ko'rinmas olam paydo bo'ldi, virtual deydi.
telefondan tanimagan odamingizni yaxshi ko'rsangiz, unga SMS yozsangiz nima bo'ladi? Gunoh bo'ladi. Uni u ko'rib qolsa, halolingiz ko'rib qolsa nima qiladi? Janjal qiladi. Va aksincha, siz uni qo'lda ko'rib qolsangiz ham siz ham janjal qilasiz. Tushuntira olyapmanmi? Kim qoidani buzsa, ana shu joyda janjal boshlanadi. Bugun yoshlarimizga yana bitta eslatma bor. Bizni otalarimiz, bizni bobolarimiz, bizni ota-onamiz ham, opoqi buvilarimiz ham telefonda gaplanishib, bir oy gaplashib, bog'ma-bog' yurib, qo'l berib gaplashib, ushamagan joyi qolmasdan keyin uylanganlarni bolalari bas biz. E'tibor bering shu gaplarimga. Otasi palonchiga uylanasan desa, xo'p degan. Onasi yoki otasi palonchiga qizim seni beryapti desa, munosib shunga ko'rgan bo'lsalaring, mayli degan. Ammo Alloh bergan taqdirga rozi bo'lganligidan Alloh bir-birini sevdirib qo'ygan. Tushuntira olyapmanmi? Mana shu jihatlarga ham e'tibor berib qo'yaylik. Shariatda ko'rishish bor, bir marta gaplashib, bir marta bir-birini ko'rishi, bir-biriga nazar solishi bor, ammo oylab emas. Yillab emas. Mana bu jihatlarga e'tibor bermayotganligimizdan bugun oilani yengil qarashli bo'lib qolyapti. Demak, men bu mavzularni nima uchun ko'taryapman? Chunki kelganmanmi? Yo'q. Biz yoshlarda baxtni tilagan ekanmiz. Shu yosh albatta baxtli bo'lsin, qizimiz borayotgan joyda chiroyli hayot kechirsin, zo'r kelin bo'lsin degani keldik. Ammo bo'lishi uchun mana bu ishlarni qilish kerak. Qizimiz borgan joyda bitta kuyovni o'zini emas, o'sha butun boshli oilani hurmat qilgani ketyapti. Qizimiz shuni uddalay olsa, o'sha butun boshli oila bu butun boshli bu oilani hurmatini joyiga qo'yadi. Qizini ko'rgani bir oydan keyinmi, 15 kundan keyinmi mehmonga chaqirsa, dasturxon yozib, kutib qarshi oladigan qudalardir. Qudalar qarindosh urug'ning eng sarasi hisoblanadi. Mana misol uchun uyimizda gaplashib, choy ichib o'tirgan bo'lsak, ammamiz kirib keldi, tog'amiz kirib keldi, amakimiz kirib keldi, xolamiz kirib keldi. Bularga dasturxon almashtirishimiz mumkin. Yoki piyola chayqab qo'yishimiz mumkin. Yoki yangi choy damlab kelgan deyishimiz mumkin. Ammo quda kirib kelsa-chi? Ko'rpachadan tortib boshqa joyga nima qilamiz? Yo'q bo'lmasam, narigi mehmonxonaga olib kirishga harakat qilamiz. Nimaga? Uni hurmati bor-da uni. Nima uchun hurmati bor? Yo qizini bergan, yo kuyovini. Yo kuyovi ajoyib, yo qizi ajoyib, kelini ajoyib. Ana shuning uchun u hurmatni oshib boryapti. Ana shuning uchun yoshlarda qiladigan vazifasi bor. Ota-onaga rahmat olib berish. Ota-onaga qachon rahmat olib beradi? Qachon ikkita narsaga amal qilsa. Birinchisi nima yetishmayapti yoshlarimizga baxtli bo'lishiga? Sabr. Ikkinchisi nima yetishmayapti yoshlarimiz baxtli bo'lishiga? Kechirimlilik. O'zlaring ham qatnashayotgandirsizlar. Bir murosaga qochib qolgan, bir-biri bilan tushunmovchilik bo'lib qolgan xonadonlarga kirganda oxir oqibat tushuntirib, xatolarini mantiqan hammasini joyiga qo'yib, endi bir-birlariga uzr aytinglar. Endi shu yerda bir duo qilaylik desiz, darrov shundan xo'p duolashyaptimi? Ayniqsa bugungi zamonning yoshlari. Kechirim so'ramaganligi uchun kerak bo'lsa, e'tiqodida buzuq bo'lsa ham isbotlab dalillar bilan sen noto'g'ri yo'ldasan desa ham yo'q deyapti, meniki to'g'ri deyapti. Din o'zi nima? Islom ma'nosi nima? Birinchisi tinchlik, assalom. Ikkinchisi poklik, uchinchisi taslim, bo'yinsuzish, itoat qilish. Musulmon odamda shu 3 narsa bo'lishi kerak. Musulmonman degan odam avvalo tinchlikparvar bo'lishi kerak. Oilada bo'lsin, do'stlari bilan bo'lsin, yashab turgan jamiyatida bo'lsin, janjal emas, tinchlik sevar bo'lish kerak, murosa sevar bo'lish kerak. Ikkinchisi pok bo'lish kerak. Qalbi, ruhi, jasadi, yashab turgan mahallasi, ko'chasi. Kuni kecha Farg'onaga muhtaram yurtboshimiz keldilar, hammalaring ko'rdilaring. Farg'onamizni ba'zi bir joylarini ko'rsatib aytib ketdilar. O'sha yerda yashaydigan musulmonlarga murojaatimiz shu. Tepadan turib kimdir musor otyapti, ko'p qavatli binolar tepasidan pastda xizmat qilayotgan inson gapi eshitib kerak bo'lsa, ishdan haydalyapti. Ha, hurmatli azizlar, itoatsizlik. O'sha odam musulmonman desa shubha qilamiz. Chunki
Chunki xo'p deyishni bilmayapti. Amr ma'rufning eng katta asosiy oldiga qo'yayotgan vazifalardan bittasi nima? O'sha ma'ruf bo'lgan, haq bo'lgan gapni gapirganda u odam olishi. Chunki Yosin surasida bir go'zal oyat bor. Astag'firullah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim va tukallimuna aydihim va tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sallallohu alayhi vasallam. O'sha qiyomat kunida dedi Alloh taolo vaysaqa bo'lgan tilga muhr solib, butun a'zolarni gapirtirib qo'yganda quloq o'zimizga qarshi guvohlik beradi. Men eshitganman deydi. Hammasi yig'ilib oyog'imiz ham o'zimizga qarshi, ko'zimiz ham o'zimizga qarshi, qo'limiz ham o'zimizga qarshi, hamma yo'g'imiz o'zimizga qarshi guvohlik beradi. Kimni ayblaydi? Qalbni ayblaydi. Biz senga aytganmiz, sen qilmagansan deydi. Itoatsiz bo'lgansan deydi. Ana shuning uchun bugun kechirimlilik sifati juda ham yo'qolib ketayotgandek. Uzr so'rab qo'yish ayibdek. Yo'q, unaqa emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayotlarini o'rgangan insonda hayotlariga qiziqqan, sunnatni mustahkam ushlayman degan har bir insonda birinchi fazilati kechirimlilik bo'lishi kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qancha qiynab, qancha azoblar berib, namoz o'qib turganlarida ustlariga o'sha axlatlarni og'darib, ana endi kuch bilan kelganlarida, katta bir qo'shin bilan kelganlarida, bizni kallamizni hozir hammamizni qirib yuborsalar kerak deganlarida nima dedilar? Izhabu va antum mutlaqo. Ketaveringlar, hammalaring kechirdim dedilar. Mana shunday bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ummatiman degan inson bir odam xato qilsa kechirishni bilish kerak. Nima uchun kechirish kerak o'zi? Qizimiz battan katta bo'lgan bu xonadonda o'ziga yarasha qonun qoidasi bor. U xonadonga borib moslashish uchun 2 yil, 3 yil, 4 yil vaqt kerak bo'ladi. Yangi kelindan agar biz katta narsalar talab qilsak, u xonadonda u yashalmaydi. Moslashishga biz sharoit qilib bermasak, moslashalmaydi. Shuni tushuntirishimiz kerak yoshlarimizga. Noto'g'ri bo'lsa gapiring. Demak, sharoitini qilib berganimizdan keyingina talab qilsak yarashadi. Xuddi Alloh bizga avvalo o'rgatadi. Namoz o'qigin deydi. Mana Ramazon yaqinlashyapti. Sanlardan oldingi ummatlar ham ro'za tutgan, san ham tutgin, taqvodor bo'lasan deydi. O'rgatadi. Keyin talab qiladi. Kelinni ham olgandan keyin o'rgatamiz. Dadamni fe'li mana u, onamni fe'li mana u. Uni qarindoshlarim, buni uyga ketadigan odamlar, meni xarakterim, buni shu birga ayta turish kerak. Hamma yo'qqa vaqt kerak bo'ladi. Nikohda bitta zo'r joyi bordi. Hamma yo'q xursand bo'lib, o'sha bitta savolni berib, maqsadni gapirgan, so'rab berganimizdan keyin yana bitta savol beramiz. Kuyov bola deymiz. Shu qiz siz bilan chiroyli yashab ketish uchun qancha vaqt berasiz deyman. Uyingizga moslashib olishga qancha vaqt berasiz ham? Ko'p bo'lsa 1 oy deydi. Ko'ryapsizmi? Tushuncha shunaqa. Yoki 1 hafta deydi, 3 kun deydi. O'zi birovni uyga borib olib, ichki bo'lib yashayotganda 3 kunda tushib oladimi? O'ylab ko'ring. Sharoit shuni taqozo qilib qolsa. Pichoqni oldin o'zimizga uramiz, og'rimasa keyin. Ana shu mavzular, ana shu tushunchalarni bugun yoshlarimizga berib turishimiz kerak. Ana shunda vaqtli bo'ladi. Duo kerak, ammo yo'nalish kerak. Yo'nalish bilan duo berish kattalarning vazifasi. Hurmatli mehmonlar, ko'p vaqtlarni olish niyatimiz yo'q edi, ammo suhbatimiz bir oz cho'zildi. Mavzularimizga xulosa yasaydigan bo'lsak, yoshlar baxtli bo'lsin, ular saodatli bo'lsin, jamiyatda o'zini o'rnini topsin, eng go'zal, eng bir shinam oila, eng bir namunali oila bo'lishlik uchun ikkita narsani eslatib turaylik. Sabrli bo'lish, kechirimlilik bo'lish. Yoshlarda o'zini maqsadini belgilab beraylik. Oila qurishingdan maqsad, turmushga chiqishingdan maqsad ikkita. Yaxshi ko'rishing kerak va hurmatini joyiga qo'yishing kerak. Buni Alloh aytayapti, men bas deyish kerak. Tushuntira oldingmi? Ha, farzandli bo'lishni, boshqani hammasini Alloh o'zi beradi, xohlagan payti beradi. Qolgan narsalarni Alloh beradi. Agar Alloh berishini tushunmasdan tezroq bo'lishni xohlayman, tezroq desak, biz nimadan, men 18 yildan beri Farg'ona shahrida bitta oddiy masjidda imom bo'lib kelyapmiz-ku, insonlarning hayotini kuzatib borganda shuni tushundik.
inson nimaga rag'bat qilsa, sinov o'shandan bo'lar ekan. Tezda farzandli bo'lishni xohlasangiz, Alloh kechiktirib qo'yar ekan. Tezda mashina olishni xohlasangiz, Alloh kechiktirib qo'yar ekan. Tezda narsa qilishni xohlasangiz, Alloh kechiktirib qo'yaverar ekan. Nimaga? Sinov shundan. Nimani xohlasangiz, o'shandan sinov kelar ekan. Ana shuning uchun Allohga topshirib qo'yirish kerak. Ishda harakatni boshlayveramiz, natijani tavakkal qilishimiz kerak. Ana shu tavakkal qilgan insonlarni zurriyodimiz demoqchiman. To'g'rimi? Ha, bobomiz o'sha bujonimiz bilan yashagan bo'lsa, qancha injiqligiga chidagan, tavakkal qilgan, gapiga gapini kelishtira olgan. Yana bitta eslatib qo'yadigan joyi borki, bugun yoshlarimiz misol uchun bobosini taniydimi? O'zini bujonisini taniydimi? Ha, qiz o'zini buvisini hayotiga solishtirsin. Opoqimi xarakteriga shu chidagan desin. Erim shunchalik qilmayapti-yu desin. Tushuntira olyapmanmi? Buvim ham o'ziga yarasha injiqligi bor edi, ammo bobom chidagan-u, men ham chidasam nima bo'pti deyishni o'rgansin. Bu narsalarni yana kim gapiradi? Kattalarimiz. O'sha yoshi ulug'larimiz, mutasaddilarimiz. Yo'l ko'rsatish faqat o'zini avlodini, o'zini kattaliklarini tanishtirish bilan bo'ladi. Mana shu jihatlarga e'tibor berib qo'yishlarini iltimos qilardik. Alloh taolo to'y bo'layotgan farzandlarini Alloh baxtli qilsin va har bir uylangan, turmushga chiqqan qizlarni ham ushbu katta bir so'g' atalmish, katta bir tumanda yashayotgan barcha ahli mu'minlarni, musulmonlarni Alloh taolo bu hayotlarni go'zal, farovon bo'lishini Alloh nasib etsin. Mana shu amr ma'rufga beriladigan savoblardan Alloh barchalarimizni va o'tganlarimizni ham bahramand aylasin. Alloh taolo bu nikohi bo'layotgan kelin qizimizni borar manzillarni obod, qadamlarini rizqli nasibali, bu aytilingan nasihat demaymiz. Faqat eslatma desak to'g'ri bo'ladi. Kim bo'lishimizdan qat'iy nazar nasihatni faqat bolamizga qilamiz. Imom domlalar, yoshi ulug'lar xalqqa eslatadi. Allohning kalomidan eslatadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnati mutahharalaridan eslatadi. Eslatmani olib, unga amal qilsak, Alloh taolo savob va ajr beradi. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Parvardigoro, aytilingan mav'izalarga barchalarimizni amal qilmoqlikni Alloh nasib etsin. Sunnat to'yi bo'layotgan farzandlarni Alloh umrini ziyoda aylasin. Qilingan ihson tufayli Allohim mana shu farzandni kelajakda dini diyonatli, salohiyatli, vataniga mehrli, diniga sadoqatli qilsin. Ota-onasini doim xursand qiladigan, dunyoda aziz, oxiratda izzat tojini kiygizadigan farzandlardan qilsin. Nikohi bo'layotgan qizimizni ham borar manzillarni Alloh mana shu bir chiroyli maskanlardan, muborakli maskanlardan nikohlarni ham qutli qilmoqligini Alloh nasib etsin. Jamiyatimizdagi eng go'zal, eng baxtli, eng namunali oilalardan biriga Alloh o'zi aylantirsin. Kuyovimizni ham bu xonadonga yuzlarini issiq qilsin. Qudalarni doimo bir-birlariga mana shunday bir bordi keldilari go'zal bo'lmoqligi, mana shu qudalarni chiroyli bir murosaga kelishligi farzandlarni baxtli yashash sabab bo'lishini Alloh nasib etsin. Baxtni hammamiz xohlaymiz, hurmatli azizlar. Oila qurishdan maqsad baxtli bo'lishsa noto'g'ri bo'ladi. Qaytaraman. Oila qurishdan maqsading nima desa javobimiz baxtli bo'lishsa noto'g'ri bo'ladi. Chunki oila qurishdan maqsad deganda u xohish bilan javob beryapti. Xohishga olib boradigan aniq yo'l maqsad bo'ladi. Ana shuning uchun maqsadimizni aniq qo'yishligini Alloh bizlarga oson va yengil qilsin va Parvardigor bizlarni doimo yomon ko'z nazarlardan panohda saqlasin. Allohumma solli ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va sahbatihi ajma'in va man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin.